10X avtomobili yana 10X'da bo'layotgan muammosi bunda ham bitta silindrlar ishlamayapti. Tekshirgan paytimizda kompyuterlarda ancha muammo chiqarib beryapti. Bir tomonda o'z mashinani benzinga qo'ydik, gazga o'tgan vaqtida biz ko'ramiz, ichkarida mashina ancha qaltirash bilan ishlaydi. Va ichida stable track chiqib qoladi. Mana chiqdi. 10X avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bunga gazlarda muammo bor edi. Silindr ishlamayotdi. Hozir o'sha holatni to'g'rilab berdik. Bu tomonda stable track chiqib, bu tomonda mashin bilan galolet trasma chiqaytirdi. Hozir mashina ideal holatga keldi. Ishlashlari ham normal holatda. Oborotlari bittada ko'tarilyapti. Mashina gazda turibdi. Gazga o'tganda hech qanday muammosi yo'q mashinada. Bu tomonda kompyuterlarni to'g'rilab berdik. Hop, yana bu mashinaga qilib bergan ishlarimizdan balon davleniyalari e'tibor bersangiz, bu tomonda taqachiroqchalari o'chgan, yongani yo'q. Bu tomonda balon zinaki bo'yicha muammo qilib chiqarib berardi. Bu holatini ham ichkarida 1.7, 1.8 ko'rsatib turibdi. Demak, 1.7, 1.8 dan pasaysa, o'sha holatda mashinada zinaklari yonib qoladi. Shunaqa xizmatlar bo'yicha telefon qilib kelsalaring, ishlaringiz har doimgidek sifatli, shu bilan birgalikda garantiyali qilib o'tkazib beramiz. Biz ish faoliyatida davom etamiz. Kunlar isigan sari avtomobillarda suv bo'yicha muammolar ko'p chiqyapti. Hop, bu Tracker avtomobilimizdan suv bo'yicha qabul qilib olganmiz. Yana bir qancha muammolarni hozir через kompyuter tekshirib, mashina ideal holatga qilamiz. Videoyimizda ko'rgan ekanlar, 98 dan yuqoriga qarab chiqib ketdi ekan, o'sha holatni tekshirtirgani keldilar. Ikkinchi muammosi, remirlarni to'qmagan paytida zuvq beradi. O'shanga mana bunday qo'shimcha detallar qo'yganlar, o'sha narsasini o'zi o'chirib beramiz, detal kerak bo'lmaydi. Keyingi muammomiz balon davleniya bo'yicha kelganlar, bu tomonda taqachiroqlari ham yongan. Hozir bu Tracker avtomobilimizni ham через kompyuter orqali ideal holatga qilib topshiramiz. Avtomobilda suv ham nimaga qiziganini hozir ideal holatda tushuntirib chiqarib beramiz. Avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bunga diagnoz qo'ydik, suvlarni tekshirdik. Suvlarda hech qanday muammo yo'q. Termostat, radiator yoki boshqa tomonlari suv kamayish holatlari yo'q. Bu Trackerlarda 10X'da kun isigan sari qizib ketishining asosiy sababi gaz uстановка qilinganda suvni trubkasi noto'g'ri uстановка qilingan. Bu Tracker avtomobilimizga ham xuddi mana shunday noto'g'ri uстановка qilingan hisobga suvlar qizib ketgan. Bunga e'tibor beramiz. Mana bu gazini reduktori, gaz reduktorining trubkasi bittasi bu yerdan kelgan ichkaga kirib ketgan, ikkinchisi mana kuzovdan o'tib yana ichkaga kirib ketgan. Qo'shimcha 2 metr aylanish uchun yana ishlanka qo'yilgan. Eng yaxshi yo'li bularga mana shu yerda zavodskoy ishlankasi bor. Mana shu zavodskoy ishlankasini o'rtadan bo'lib, shu ikkoviga reduktorga berib qo'ysa, suvlari shu yerda o'zidan reduktorda isitish uchun aylanaveradi. Mashinaning qizib ketish sababi mana shu yerda bo'ladi muammosi. Yozuv kuni ham suv ko'tarilib ketishi, e'tibor beringlar. Reduktorda agar ishlankasi noto'g'ri o'tkazilgan bo'lsa, suvdagi mashina qizib ketaveradi. Mashinamiz bo'ldi, qolgan taraflarini ham bitta tekshirib olamiz. Bunga qilib berganimiz klientimizga remin bo'yicha mana bu qo'shimcha jihozlarni endi uстановка qilmaylar, bu keragi yo'q. Chunki reminlarni to'qmasa ham zuvq bermaydigan holatga olib kelib berdik. Yana bunga qilgan ishlarimiz, ichkarida graduslarni tekshirdik. Bu tomonda balon davleniyalarini 1.7, 1.8 ga tushirib berdik. 1.7 dan pasaysa, undan keyin bu tomonda taqazanaklari yonib qoladi. Mashinamizning ishlashlari ideal holatda. Xizmatlar bo'yicha Jizzax avtomasiyasiga pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelsalar, ishlaringiz har doim sifatli, shu bilan birgalikda garantiyali qilib o'tkazib beramiz.